Davlat xavfsizlik xizmatining Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan prokuratura va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Samarqand tumanida istiqomat qiluvchi 1990-yilda tug'ilgan shaxs Navoiy shahrida yashovchi fuqaroni Turkiya, Yevropa, Meksika yo'nalishi orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborish evaziga 28 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 14 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Qancha pul oldi? 14 ming AQSh dollar, ha? Pulni turgan joyini o'zingiz ko'rsatasiz. Masjidga soldingizmi? Oching. Pulni serial raqamini aytib o'taman. PI 857 0005 9A. Bir xil serial raqamda ekanligi aniqlandi. Xizmatning Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan, muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyati uchun bir necha marotaba sudlangan shaxs Sharof Rashidov tumanida istiqomat qiluvchi fuqaroning ishonchiga kirib, uni Qo'shma Shtatlarga yuborish va viza hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga 35 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 10 ming AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'ini 3-shaxs orqali olgan vaqtida uning noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Voqea joyidan kiramiz, bizga nimqorong'ilik kerak bo'lgani uchun. Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida kuzatilgan holatda esa Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan shaxs mahalliy fuqaroni Turkiya, Ispaniya, Meksika yo'nalishi orqali Amerikaga ishlash maqsadida yuborish uchun mansabdor tanishlari orqali viza rasmiylashtirib berish evaziga 15 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 5 ming AQSh dollari va 26 million so'm olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Xizmatning Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkent viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan shaxs Shirin shahrida istiqomat qiluvchi 2 nafar fuqaroning ishonchiga kirib, ularni Amerika Qo'shma Shtatlariga ishga yuborish hamda viza va boshqa hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 38 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 52 million so'm olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, xorijiy davlatlarga ishga yuborish bilan bog'liq shubhali takliflar bildirayotgan firibgarlarning so'zlariga aldanib, o'z hayotingizni xavf ostiga qo'ymang. Ogoh bo'ling.